Mana bugun yana faylasuflardan bittasi o'tgan, hatto bu payg'ambarlardan bo'lishi ham mumkin. Payg'ambarimiz Rasululloh aytgandek, 325 ming payg'ambar o'tgan degandek, bularni endi payg'ambarmi boshqami, endi uni faqat Alloh biladi. Endi bu haligi nimalarga qaraganda bunga ham haligi bir ilhom, haligi daraxt tagida o'tirganda xuddi vahiy kelgandek nimadek gap ekan. Endi bu bo'lishi mumkin edi. Keyin buzilib ketganda bular hammasi ana shu kerakli narsalarni Alloh oxirgi payg'ambarga tushirib aniq nima bergan, qolganlari endi o'tgan nimada bo'lib qolyapti. Budda Shakyamuni millatdan avvalgi 556-476 yillarda o'tgan odam ekan. Endi biz Budda deganda buddizmda to'lqali butlarda haligi haykallarni tushunamiz. Endi bu Budda degan endi bu odam bo'lgan ekan bu. U Budda dunyoda eng keng tarqalgan dinlardan biri. Buddizmning asoschisidir. Buddizmning asoschisi Budda ekan. U Hindistondagi Shakya qabilasi hukmdorining o'g'li bo'lgan. Hukmdorning o'g'li bo'lgan ekanda katta. Budda Himolay tog'larining etagida dunyoga kelgan. Endi dunyoda eng katta baland Himolay tog'lari bor. Xitoy, Hindistonda nimasida, shularda etagida tug'ilgan odam ekan. Uning asl ismi Gautama bo'lgan ekan. Gautama. Shakyamuni uning laqabi bo'lib, Shakya qabilasining zohidi degan ma'nosini bildiradi. Endi zohid degani hali odamlardan, hali yashirin odamlarga qo'shilmasdan ibodat qilgan odamlar zohid deyiladi-da. Gautama muhtasham saroyda gullar va duru javohirlar ichida raqqosalar, musiqalar qurshovida yashagan. Shuning uchun u hayotning hamma yerda go'zal va zavqli degan xulosaga kelgan. Biroq bir kuni og'zida bitta ham tishi yo'q qartayib qolgan qariyani uchratgach, keksalik muqarrar ekanligini tushunadi. Bemor odamni uchratib, salomatlik omonatligini anglaydi va o'lim to'g'risida o'ylay boshlaydi. Shu tariqa zohidlikni ixtiyor qiladi. 7 yil tarki dunyochilikda, ochlik va sargardonlikda yashaydi. Kunlardan bir kuni u katta daraxt ostida chordana qurib, chuqur o'yga tolgancha o'tirganida mo'jiza yuz berib, ongi tiniqlashadi va donishmandlik sari yuz tutadi. Shu paytdan boshlab uni Budda deb atashadi. Budda sanskritcha xotirjam, osoyishta degan ma'noni bildiradi. Budda Gang daryosi bo'yidagi Banoras shahrida o'z ta'limoti asoslari bo'yicha dars bergan. Endi Budda deganda biz endi ko'proq haykallarni tushunadigan bo'lsak, bu Budda bir ism ekan. Bu ma'nosi sanskritcha bo'lib, o'zbekchaga tarjima qilganimizda xotirjam, osoyishta degan ma'noni bildirgan ekan. Chunki xotirjam, osoyishta daraxt tagida o'tirganda unga vahiy kelgan hisobda bo'lyapti ekan endi bizni tushunchamiz bo'yicha. Endi uni nimalardan, hikmatlaridan. Budda Shakyamuni shunday degandi: inson hayoti azob-uqubatlardan iboratdir. Biroq doimo to'g'ri so'zlab, ezgulikka intilish, o'zgalarning haqqiga xiyonat qilmaslik, g'azab va hasadni yengish orqali uni yengillashtirish mumkin. Shuningdek, inson behuda yugurlardan mol dunyo orttirish
havasi va haddan ziyoda huzur halovat istagidan ozod bo'lmog'i lozim. Ana shunda har bir boy va kambag'al, shoh va qul, ruhoniy va oddiy kimsalar dunyoga qayta kelish azobidan xalos bo'ladilar. Endi bu nimasi bo'yicha odam haligi dunyoga sinovga tushgandan keyin endi bizni ta'limot bo'yicha islom ta'limotida endi bir marta kelib sinovdan o'tadi deyiladi. Endi bu yerda sinovdan to o'tmaguncha qayta kelaveradigan ma'noda